Loyiha Xalq bank hamkorligida Andijon viloyati Oltinko'l tumani Katta Oqtepa MFY 121 konturda amalga oshirilmoqda. Bu yerga makkajo'xori mahsulotlari ekilgan bo'lib, maydonning hajmi 5 gektardan iborat. Maydonning uzunligi 450, eni esa 100 metrdan iborat. Bu yerga ekilgan ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarish qilinmoqda. Har hafta sug'orish ishlari va tabiiy mineral o'g'itlari bilan sug'orish va oziqlanish ishlari olib borilmoqda. Ushbu loyihaga 45 ta dehqon xo'jaligi biriktirilgan bo'lib, har bir dehqon xo'jaligi 11 sotixdan yer maydoni biriktirilgan. Loyihani amalga oshirish uchun yetarlicha bilim, ko'nikmalarga ega dehqon xo'jaliklari. Hozirda bu yerga lider tadbirkor Qayirma Agromir MChJ biriktirilgan bo'lib, ushbu loyiha bo'yicha har bir gektarga, masalan, har bir gektaridan 12 tonnadan jami 60 tonna hosil olish rejalashtirilmoqda.